turizm va madaniy meros vazirligi sizni yoshlar turizm oyligi doirasidagi yoshlar turizm pulli oyiga chorlaydi. Biz zamonaviy yoshlar, yangi manzillar boshlab, yangidan yangi g'oyalar quramiz. Yuksak marralar kelganda, butun olamni kezganda, yurtimizni dunyoga tanitamiz. Yurtimizda o'zgarishlar zamonaviy yoshlarimizda keldi fursat, o'zing ko'rsat, davom et shunday intilishda. Dunyoni kezamiz, bunga ishonamiz, bizga qolgan merosni dunyoga tanitamiz. Katta imkoniyatlar, katta bu niyatlar, yangi O'zbekistonni kashf etib yaratamiz. Yorqin kelajak yoshlari, Biz turizm elchilari, ajdodlarning izdoshlari, tanitamiz meroslarni. Siz Xorazmiylar, Farg'oniylar, Beruniylar va Ibn Sinolar, Ulug'bek, Navoiy va Bobirlar, Buxoriylar va Termizilar avlodisizlar. 3-Renessans poydevorini kim tashkil qiladi degan savol, albatta unga aniq javob bor. Faqat va faqat sizlar. Xalqimizning ma'naviy qudrati va boqiy qadriyatlarini asrab avaylash va butun dunyoga tarannum etishga sizlar albatta qodirsizlar va bugun menga katta yordamchi bo'lasizlar deb ishonaman.